أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أما حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال محمد وبهذا نخوض يكره للمرأة أن تصل شعرا إلى شعرها أو تتخذ قصة شعر ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفا فأما الشعر من شر الناس فلا ينبغي وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Ayollarning soch o'rilishi vaqt hadislarda ig'ir cheklamalar kelgan. Bishari zawjiha debdimi? Bishari g'ayriha danish. Boshqa ayollarning sochini o'rilishi cheklandi. Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu xalifalar haj qilgan chog'da Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbar ustida so'zlab Madinadagi ulamolarga qaygan. Ey Madina aholisi, sizlarning ulamolaringiz qana deb saqchi birisining qo'lidagi bir o'rimchashni ko'rsatib turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushunda chashlarni ulash ishlaridan to'sqanligini anlagan dedi. An misli hada هذه بيزول عن مثل هذا ويقول ورسول الله yana shunday debdikan. Banu İsrail ayollari shunday jacha saldigan bo'lgandan keyin halok bo'lib ketgan. Yana bir rivoyatda buni shu yahudilar qildi deb o'ylaydi. Sizlar qilib turibsizlar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda yolg'oncha sog'illarni saxtliq, zo'r deb atagan. Yani bir hadisda eri ruxsat qilgan chechi kasallikdan chiqib ketgan ayolga Rasululloh ruxsat qilgan. Er ruxsat qilsa-mu saxtliq darajasidan olib ketgan Alloh taolo la'nat qilgan demoqchi. Yukrahu lil mar'ati an tasila sha'ran ila sha'riha. Yukrah yani haram demoqchi. Haram emas, bu cho'ng gunoh qatorida. Aw tattakhida qussata sha'rin. Yoki bir o'rimchashni shuni qadvasa, ulvasa bo'lmaydi. ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفا جون ياكي يب لنتا ديندك ناسلنا تقوى سمينا. فأما الشعر يعني إنسان ننتجه فلا ينبغي تقش على الأماس بو برترتن إنسان إزل إشتن إبارات onun çeşitleri kulgu setilip işletilip xarlanmışın için Allah Teala çekilirken وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ degan bu açık. Bo'lganda setratanlik chashni chiqarmoqda qon to'kida qolishdi. Mayli to'kilsin. Uni ko'mbitish lozim tilga hozir ko'mbitib bo'lmaydi. Ko'mash uchun shani sirtib joyga chiqib ko'mish lozim. Shani sirtib o'yinni oldiqlar joy ko'madigan ish yo'q hozir. Agar ko'maydigan bo'lsa ko'mbitsin. Bo'lmasa tashlatish lozim. Hozir o'zining chechini masalan beshdan chiqqan chechib ketgan o'zining chechini ayrim yetishib uni endi beshini ayrim turib soldi to'xtatib ko'chat tikib gösterilen iş var mesela. Uzdan seçi olsa mayli. باب الشفاعة أخبرنا مالك حدث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Şefaat yani tilövleş. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kıyamet günü. Agar kıyametde bulduğun bir neçe urullarda mahşergahta toplangan çağlarda olsun, dozaq kirib bo'lgan çağda olsun, çoğun ve kichik günahını qilgan İslam ümmetinin bo'lgan musulmonlarni tilövleşidan iborat. Resulullah'a ispatlangan bir mertebemdi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, her qanday bir peygamberning çoxum icabet qilinadigan bir duosi bor. Şuna men çoğrak menfaatni o'ylab dunyoda qilmayman duoni. Men qiyomat kuniga saqlab qo'ydim.
Kıyamet günü cennet kirdiği kirib, dozaqqa kirib, chiqadiği chiqib, dozaqda qaladı deb muqimdilik bo'lgandan keyin shu chaqda shu nimamni shu chaqda ishlataman. Yani aşularını tilivilish uchun ishlataman. Shu chaqdan beshimni shunda qo'yib, sal to'ata degan chaqda shu chaqda aşı. Ummatimdan bo'lgan dozaqqa kirib ketganlarni chiqarib paslar deyman shu chaqda. Wala sawfa yu'tika robbuka fatarda bo'ladi. باب الطيب للرجل. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتطيب بالمسك المفتت اليابس. قال محمد بهذا نأخذ لا بأس بالمسك للحي والميت أن يتطيب به وهو قول أبي حنيفة والأئمة من فقهائنا. الطيب خشبراق أتر أرلامو أتر işlep tuğan sünnet. Bu ay Allah khasnasanız. Hazreti Umar ibn Khattab radıyallahu anhu mişki işletdi deydi. El-mufattat el-yabis. Quruq paç-paç bo'lib ketgan, ulib ketgan mishkini ishlatdi. Bu mishki endi shu kiyiklarninki ichidan ma'lum bir turdikisni bir kiyik kelgandek ashunda kiyikdan kindikidan masalan bir yerlardan bunda bir yig'ilib yanaqdek narsa bo'lib qolsa, qandak narsa uyib qolsa, shu anda asosda o qaqacho'lab tushib ketadi. Buni o'chil tutilib yoki elib shuni ishiltidi. Bu shu bizning Himalaya tog'larimizda, Tibet, masalan, Shizang shu joylarda yashaydigan kiyiklar bo'ldi. Bunda kiyikni qini deb ma'no qildi. Intafaqul anama wa anta minhum fa inna miska ba'da damil ghazal. Shu mishkan quruq uyuqlagan chalmadek narsa bo'lsa, tizekdek, qatib qolgan tizekdek narsa bo'lsa, shuni ulab shukat ishlatib dedi. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا بأس بالمسك للحي والميت. Ölgen kişi olsun, tirik kişi olsun, miski işletse meyleri. Meylemez mustahap dereceslik iş. Yani bu miski işletişinki Resulullah'ın işletkenlikleri kuntu utayyibu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ihramihi bil misk degandek bunda hadisler var. Onun üstüge bu miskininki tarifi pek köpmez. Cennetninki topları berden degandek bunda bu alaydan bir atvalangan bir narsa. Mesela bunu kendinin kısmet degandek rivat edecek. Hadislerde naqca minel bahimeti ve hiye hayyatun fe meyyitun. Bu azas emas. Bu jirangda chiqqandek bir nolab, anında qaqacho'lab o'zi tushib ketishga qichish qildirdi. Qichish qildirganidan keyin o'zi bu taqqa bijaga surkishi mumkin. Shu arliqda o'ch kelib qolsa o'ch bo'ldi. O'ch kelmasa, buni qoram tashqi sukab, nima keyin shuning ichidagi shilindek narsa shu taqqa qoram tashqa shundan ham tushib uyib qolgan. Shuni ilib oldi. Badan a'zolaridan emas. باب الدعاء. أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدة يدعو على رعل وزكوان ولخيان وعسية أسات الله ورسوله. قال أنس نزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه حتى نصح بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. Bu anda dua edipti qağaş şeklinde. Yani şu bir duanın cümlesinden da'a aleyhi deyildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir imamına degan joyda islom o'tish uchun avatgan qarilarni o'ttirayotgan, qirayotgan shu qabilalarga qarata beddua qilgan, qag'an. O qabilalar Ra'l, Zakwan va Bani Lahyan va Usayya shu deydi. Usayya asatullah va rasulullah. Shu hammasi Alloh va Allohning rasuliga asilik qilgan desak bo'ldi. Yoki Usayya asilik qilgan desak bo'ldi. Shularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir oy bomdod namozda beddua qilgan. Qunut duosi o'qib o'qigan. Shunga biz ixtiyorda o'qigan chaqda bir oy duo qilib, undan keyin bo'ldi qilgan dedik. Hazrat Anasdan rivoyat qiladi.
Bu ham bir navozil bo'lsa, shunda musulmonning beshiqanda bulay ofatli kelib qolsa, shunda dahshatli chog'larda endi 5 vaqt namozini qasr qilsa bo'ldi degan bunga asosan qilingan tahlil. Qala Anas radhiyallohu anhu Aşu Be'remauna vaqaligida o'ltirilgan qarilar haqida Qur'on oyati nozil bo'lgan. Keyin uning tilovati mansub bo'lib ketgan demoqchi. Babu raddis salami. أخبرنا مالك أخبرنا أبو جعفر القاري قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فكان يسلم عليه فيقول السلام عليكم فيرد مثل ما يقال له. قال محمد لا بأس به وإن زاد الرحمة والبركة فهو أفضل. Salamni ilekile, salamni qaytirish. İbn Umar radhiyallohu anhu bilan birlikda uning birisi assalomu alaykum deb salom qilsa, uning qanday salom qilgan bo'lsa, shu peti javob qaytirdi. Qala Muhammad la ba'sa bihi. Mayli shunda deb qaytirsin bo'ladi. Lekin ar-rahma val barakani qatib qo'ysa yaxshi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Aw rudduha degan aynan qaytiringlar degan ma'noda bi ahsan minha degan ar-rahma ya barakatni qatib qo'yish. أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. فيغدو ألفنا إلى طمع. فيغدو دسكش كلام الله. فيغدو دب ألفنا إلى طمع. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على سقاط ولا صاحب بيان ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه Abdullah. Biz bazar bağımızda Abdullah ibn Umar qanday bir kishini endi bitib qolsa, cho'qim salom qilib mangdi. Saqqat degan qachon pirat narsani sotgan kishilar. Siq degan tayin yo'q narsa. Ya'ni tanzikesh deymiz, yayinkesh deymiz. Azam narsani sotgan kishilar olsun. Yoki boshqa ilm satim bilan shug'ullanganlar olsun, yoki bichara miskinlar olsun. Qanday kishi olsa cho'qim salom qildi. Qala Tufaylu faji'tu Abdullah ibn Umar يوما فاستتبعني إلى السوق. بالكنا خشكاسا منا بزاغ أجاشتر مانده. فقلت ماذا تصنع بالسوق ولا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تساوم بها ولا تجلس في مجلس سوق. اجلس بنا هنا نتحدث. سن بزاغ ورد مشكل ساعة. يا بالناس أمنسان يا بالناس ستمسان يا كبهار تلشيب صوت لش مسان. يا كبر إلهم ستمقيغان من أمستو تونسا. هيش قنا إشان بمسا نمشي برمز مشا أترك فرعون شيء dedim dedi. قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبا بطن ويقصاق. Bu anda iki çoğun sahabının balları olan iken bula ağina olan iken Aba Batn şahsatır. Ve kânet Tufaylu zâ Batn qusaqlıqdan kim? İnnema nagdu min eclis salam. Biz salam beriş üçün birimiz yerga elim setim bağlaymiz. Nusallimu ala men laqiyana. Bizi uchragan kishilarga salom qilamiz, ular bizga salom qaytardi. Bu bir duodan iborat. Biz ashurning duosini olamiz va duo qilamiz. Salom berish va salomni ilakilish duo fazilatiga erishimiz demakchi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليك. Yahudilar zaharxandiligidan musulmonlarga ashunda har xil gapildimi zaharxandilik qilibdi. Masalan, andirna degan ra'ina degandek. Ra'ina deganning shu biz ta'xir qilibsizlar, muhlatlasizlar degan ma'nosi bor. Lekin boshqacha ma'noni bildirgan bo'lg'achqa, endi o'zining ko'nglida boshqacha ma'noni maqsad qilib endi aytdi. Assalomu alaykum deganning o'rniga qisqartib bilan tomlab deyotgan shaklda assalomu alaykum. Mana masalan qanday deydi? Assalomu alaykum. Assan degan bu ulan yoki halokat. Bu assalomu alaykum degan beshani yegaysizlar degandek bo'ldi. Ashunda ma'nosida deb qolsa, yoki endi qisqartib deb qolsa, Yahudilar ashunda xursandlik qilib deydi buni. Shunisilar alayka daman. Sen yegaysiz beshani. Ba'zi rivoyatlarda va alayka deb vav bilan deyishni ko'rsatgan. Endi assan degan ulam bo'lishi mumkin yoki bular masalan sa'amadan zirkishdan bunda turlangan desak dinning oldidan zirkib chiqtaslar degandek ma'noda. Qanday bo'lsa Yahudilar shunday xursandlik qilib deydi.
أخبرنا مالك أخبرنا أبو نعيم وهب بن كيسان. أبو نعيم اسمه وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل يماني فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا لأن وبركاته إن كنزون بناس لك ومغفرته وهدايته وسلامته وعفوه ده. قال ابن عباس رضي الله عنهما من هذا؟ كم بول؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره. شو چغلدا ابن عباس yaşını kalan çağılda ama bulab kalan. Ama bulab kalışqa o kişini tanıyanmay, avazdan tanıyanmay kim bu dedi şagirdlere. Qalu şagirdlere hadal yamani ellezî yaghşak. Bu sınıfın kaşları kep turduğan aşı yemelik talipler şu dedi. Fa'arrafuhu iyyahu hatta arifahu. Tanıştığından keyin Hazreti İbn Abbas onu tanıdı. Faqala İbn Abbas radıyallahu anh inna salama intaha ila'l bereket. Salam bereketinden ayaklaşıdı. Şeriatimizde salam bereketinden ayaklaşkan. Bunun artık lisan bid'at olduğu demek. Qala Muhammed rahimallahu bihada naqul. İza qala esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu felyekfuf. Ve berekatuhu da tuhtağın bolsa boldu aşağı. Kifayelensi boldu. Onundan keyin bir narsa devjumusu. Fe inne ittiba'a sünneti afdal. Çünkü sünnetke ergişiş afzal. Sünnetni tashlab qo'yib, jiqrab dua qilsak yaxshi deb bunday qilish to'g'ri emas. Yani bid'at savob şeklinde ko'p ko'ransimo, lekin az so'z bilan bo'lgan sunnatga ergishish shu afzal. Bu so'zni buna qarasak, ashu va barakatuhu deb to'xtash sunnat shu. Onu aşırıtış bid'at. Bazı hadislarda birisi Resulullah'a Esselamu Aleyküm dese 10, Esselamu Rahmetullah sizgiyme, Rahmetullah ve Berekatuhu 30, Mağfiratuhu dese 40, bunlar hadisi var. Yani manislek sevap artık oldu diye. Lakin bu hadis aciz. Onun için bu salamına şu ve Berekatuhu'nun aşımak bakıyoruz. Babul işareti fi dua. Duada barmak işaret kılış. Bu hem teşehhüdki dua buluşu mümkün. Akhbarana Malikun akhbarani Abdullah ibn Dinar qala ra'ani ibn Umar radıyallahu anhu ve ana ad'u ve ushiru bi usbu'in min kulli yedin fenahani. İbn Umar menen teşehhüdde oturab, ikili qo'limning birdan barmog'ini chiqarib ishorat qilayotganligimni ko'rib, unda qilmag'in deb to'sdi. Qala Muhammad rahimahullah ve bi qawli ibn Umar radıyallahu anhu na'khud yanbaghi an yushira bi usbu'in wahida ve huwa qawl Abi Hanifa rahimahullah. Şu bir barmağını işaret qilish lozim. Teşehhüd tutgan chaqda demoqchi. Akhbarana Malikun akhbarani Yahya ibn Sa'id annahu sami'a Sa'id ibn Musayyib yaqul inna ar-rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi min ba'dihi. Haqiqatan bir kishi o'zining amali bilan emas, o'lib ketgandan keyin farzandining duosining barakati bilan uning darajalari ko'tarilib ketadi. Hadisda dediği "İza mata ibn Adam inqata'a عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وقال بيديه فرفعهما إلى السماء وقال بيديه دegen ikki qo'li bilan ishorat qildi. Qala degan dedi degan gap emas. Qala biyadihi va qala biyadayhi deb kelsa qo'li bilan ishorat qildi degan ma'no. Odatdagi duolarda hozir shu tashahhudda o'tgan chog'dagi sababi shart deymiz-ku. Shuni gapi ma'lum. Lekin o munbarda turgan chog'da manda qilib ishorat qilish yo'q yana duo qilgan chog'da. Yo'q ki. Hanafi mazhabning imomlaridan unda shu chog'da ko'tarsa degan gap yo'q. Shu tashahhudda ko'tarish debpa. Keyingi ulamolarga qarab uni mazmunni qarab deb shahodat kalimasida tavhid mazmuni bo'lg'achqa shu chog'da unda ko'tarish deb kim paydo qilib baqqan gap bu. Şunun özünün kim kötəşən qabırlar Ya, bunda gap yo'q. Dua qilgan chog'da da ishorat turish bor. Bu targ'imun lis-shayton. Yani o tavhidga demasam bor, yani targ'imun lis-shayton. Shaytonga xuddi o'yla baka. Patratma degandek gap. Ana ishorat qilgan chog'da unda medil haqida kelgan shaz rivoyat. Unda ishorat qilib turadi. Unda medil qilgan rivoyat shaz, ajiz. Bab rajuli yahjuru akhahul muslim. Müslüman qarindishini tashlayotib qolsa harom bo'lganligi.
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. Müslüman qarindishini 3 kundan ortiq tashlab o'tishi halol bo'lmaydi. Bu 3 kun ichida uchrashadi. Va ya'ridu hada va ya'ridu hada. Bu muayyan qaroldi, bu muayyan qaroldi. Va khayruhum alladhi yabda'u bis-salam. Ularning eng yaxshisi dastlab salom qilgan kishi. Albatta dastlab salom qilsa, ikkinchi shaxs alaykum assalom deb salomni ilik asa ishkildan savob berishadi. Lekin birinchi kishi bakrak savob berishadi. Agar salomni ilik olmasa, gunoh bilan qaytadi. Birinchisi savob bilan qaytadi. Albatta bu hamda diniy maqsadda bo'lmagan, dunyoviy ishlar uchun bo'lgan tashlatishlar. Agar din uchun tashlatishlar qolsa, abadiy tashlasin bo'ladi, gunoh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahoba ikramlari Tabuk g'azotida chiqmay etib 3 yilni 40 kun, ba'zi rivoyat 50 kun tashlatgan. Salom qilmay, gaplashmay bunda tashlatgan. Ona Hazrati Umar Ubaydulloh degan o'g'ilni bilib ketishga gap qilmay tashlatgan. Abu Isa deb kunya ishlatganlar uchun. Isaning dadasi Muhammadda go'y deb qilgan. Abu Isa deb kunya qilgan. O'g'il musulmonlikda. Hazrati Umarning o'g'li. O'sha Abdullah ibn Umar var, bizning o'sha shayximiz, maktabda shayximiz bo'ldi. Hamma ahkamini shunga o'rganayotimiz bor. Shuning aksi bo'ldi. Ham Hazrati Umar xalifaning o'g'li Ubaydulloh. Yaxshi emasmi? Biz yaxshi kunlar qilamiz. İsa'ning dadasi yo'q emasmi? Unda bo'lgan shu bid'at va azg'ulloh va fisq fujur ahlini diniy maqsadda, boshqa dunyoviy yo'q, shu maqsadda tashlasa, gap qilmasa, salom qilmasa bo'ladi. Burunmi Abduqodir Damullamma Umarvoyga shunda fatvo chiqqan. Kim salom qilsa, gaplashsa, xotni 3 talab o'zi murtad. Shu aytganda Umarvoy anjarasiga chiqsa, salom qilib, ham burun ham voy assalomu alaykum deb hammasi salom qilmay turgan. Yana mansiyan salom qilib nimishdi bu deganiki bunda fatvo chiqdi. Deb keyin u fatvo amaldan qolg'icha ishlarni o'qimoq. Shunda din uchun abadiy tashlab etish, hatto masalan ba'zi sahobalarning chiqdi, sen yashagan shart tumayman deb shu shartni tashlab ketish, bu din uchun al-hubbu fillah wal bughdu fillah degan doiraga kirdi. Babul husumati fid dini var rajulu yashhadu ala ar-rajuli bil kufr. Dini masalalarda qattiq adovatlashib, talash tortish qilib, bir-birini kufrga chiqaradigan, men guvohlik beraman bu kufr gap qildi deb shunday darajada davolashib berish masalasi. Faqat munozaralama emas. Munozar takallashib, tutishib qilib, keyin ondan qozi yo ulamoni qashqa davolashib berishni husumat. أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. Özünün dinini dava dasturga ma'ruz qoldirib qo'ygan kishi, duchar qilgan kishi arab olanmaydi degan ma'no. Ko'p yutkilib turdi yoki u dindan bu dinga o'tkilib ketishi mumkin yoki o'zi aramada yashamaydi degan ma'noda. G'arad degan hadaf degan nishon. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي الخصومات في الدين. أخبر مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. Kısmın birisi elip ketidi şu sözle. Ya o kafir oldu ya bu kafir oldu. Degüçe belki kafir olup gitmiş ihtimali var sözler. قال محمد لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه. Çoğun günah olsun mu? Ya çoğun günahlarının çoğunu bağlan taktırdı mı? Aç günah asasen Müslümanlardan birisine kafir de guvalık asıp bulmaydı. بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه. Onun kılmışı günahı çoğun günah olarak kesimi. Elbette günahlar çoğun küçük ayrıldı. Çoğun günahlı mı? Yanala, çoğun günahının çoğunları, çoğun günahının normalleri de bunda ayrıldı. Ekberil kebair diyende. Ve hu kavle Ebi Hanifete vel âmmeti min fukahâina rahimahullah. Bâbu mâ yukrahu min ekli thûmi. Samsak yiyişinin mekruh olduğuna halları. Akhbarana İbn Şehabin an Sa'id bin Musayyebi
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن المسيب رسول الله رواية قيلان ki mursal dedi. Lekin Buxoriy ve Müslim bunu mevsul rivayet qilgan. Men akala min hadihi şecera mushu o'simlikdan, musayko'ktatdan yeb qolsa bir kishi şecera degan daraxt topdi, bu unda tupi yo'q, yeb yig'iladigan o'simlik. Fala yaqrabanna masajidana. Bizning masjidlarimizga yaqin yo'lab qolmasin. Masjidga kirmasin emas, yaqin yo'lamasin. Bu bir xil mubolag'a. La taqrabu zina deganga o'xshash. La taznu demay, la taqrabu zina yaqin kelib qolmanglar degan masjidning atrofiga kelib qolmang degan tariqda. Masajidana ya'ni bizning masjidlarimiz. Yani Mescid-i Nebevi'yle emas, hamma masjidlar jumhur tushungandek hamma masjidlarni o'z ichiga oladi. Yu'dina bi rihis-sum. Masjid atrofiga kelib qolsa, masjid kirib qolsa, bizga samsaqning sesi quruqidan azob qilib qo'ydi. Shunda qilamanda samsaqlar emas, samsaqqa o'xshash ses quraydigan narsalar. Tamak chekkan quroq bilan kirsin shunda, undan boshqa shunda quraydigan yemaklik qilib qolsa, azob qilgan bo'lsa, o'xshash. Albatta bu narsani yeyishning o'zi halol. Yani ma yukrahun aklatawm degani Aşın yap qolgan taqdirda masjidga kirish cheklanganligi demakchi. Lekin samsaqning o'zini yeyish halol. Qoli Muhammad rahimahulloh kariha dalika rihi. Rasululloh buni yomon ko'rishda, uning sesi quruq bo'lg'achqa masjidga yaqin kirishi makruh degan. Yoki makruh deyilgan. Fa iza amattahu tabkhan. Buni pishirib, ses quruqini yo'qotasan, fala ba'sa bihi. Buni inson bo'ldi. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرؤيا شش وتشتابر لريان. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله. Yaxshi tush Allohdan dor, yaxshi bisharat bo'ladi yoki g'aflatdan uyg'otish bo'ladi. Ru'ya deganning o'zi tushlar emas, bu yaxshi tushni ko'rsatgan so'z. Val hulmu minash-shayton. Yomon tush shaytondandir. Albatta tushlarningki turar xil. Birinchisi Allohdan kelgan tush bu mu'min uchun bir bisharat yoki g'aflatdan uyg'otish yoki ogohlantirib qo'yish. Ashunda bir ahvollar bo'ladi. Bu shaytondan va yoki boshqa sabablardan ko'rgan qarvisi qilish, ashunda nimalar? Birinchisi masalan shaytondan bo'lgan bo'lsa, shayton buninglar hafilishi mumkin. Masalan shayton atlab qoldi deymiz-ku, shu shayton hafilashganlikdan bo'lgan ish. Bundan boshqa shu ko'rsa qo'rqib ketadigan ochishni ko'rsatdi shayton. O'zatgan bu insonning qo'rqib ketishidan shayton qo'shildi, insonning dushmani bo'lgan ekan. Yoki buningdan yomon ta'bir oldigan shu tushning o'zidan qo'rqib ketmasimi, unda o'ylab, menda ziyon bo'ldi ekan, menda balo keldi ekan degan ta'bir edib, u tarafdan qo'rqib ketishi mumkin. Yoki har inson o'zi o'ylab yotgan narsani ko'rishi mumkin. Bu shaytonning munosabati bo'lmasa mumkin buningda. O'zi masalan imtihonni o'ylab yotgan odam imtihon bir o'tib cho'chib o'g'ilib qo'yadi. Yoki tijorat bir ishni qilayotgan odam tijoratning to'g'rilangan o'rtancha jangal şeydir. Yoki tibbiy jihatdan masalan, ya qon yurishmay qolgan bo'lsin, ya tomoqni yeb ketgan bo'lsin, ya savdo ya saprasi o'lib ketdi bir ish bo'ldi deb, unda qarvisi tush ko'rib qolishi mumkin. Lekin shayton shunday hafilashib, qo'yinda tush ko'rgan taqdirda qanday qilish lozim? Fa idza ra'a ahadukum ash-shay'a yakrahuhu, albatta shayton birlashgandan keyin beram bo'lgan tushlarni ko'rganga. Falyanfus an yasarihi 3 marrat. Sol tarafiga 3 tükürversin. Yani şeytan belki sol taraf turishi mumkin. Shayton tükürganda ko'radi. İzestayqada o'g'ongan chaqda tüküradi. Wal yata'awwad min sharriha. Shaytonning sharridan panolik tilsin. Ba'zi hadislarda bir kimga demisin buni. Chunki desa onasi ya ayoli tahmi qo'rqib ketishi mumkin. Yani bir hadisda wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi. Solni besbet qan bo'lsa, o'ng tarafga bos. Yoki shu yerdan sal yo'tkilib, ayroq qilsin. Yana ba'zi rivoyatlarda qo'yib namoz o'qiyotsin deb bor. Solni shaytonning zerikishligidan saqlash uchun qiladigan chora-tadbirlar.
فإنها لن تضره إن شاء الله. İbn Sirin'deki tefsir, ahlak kitabının tefsirleri. O kitabınki İbn Sirin'ga nispet verilişide güman var. İbn Sirin'in özünden olması mümkün. Keyinkiler şunda toplap İbn Sirin mansub qilgan bo'lishim. Babu Jami'ul Hadis. Türlük bablarda kelgan bir bab ichiga unvon qo'yib kirgizgili bo'lmaydigan u yerdan deyish mumkin bo'lgan hadislarni to'plagan bab demoqchi. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ikki turlik savdo qilish usulini, ikki turlik kiyinish usulini, ikki turlik namozni to'sgan. Va an sawmi yawmayn, yana ikki kunda ro'za tutishni to'sgan. Fa ammal bi'atani, bi'a degan savdolish usuli. Bay'a desak savdoning o'zi, ikki savdoni to'sgan demak. Bi'a desak savdo qilish usulidan to'sgan. Yani ikki xil savdo-sotiqdan to'sgan. Buning biri munabada. Munabada degan tashlash degan bo'ldi. Nabada fariqun minhum. Shundan tashlab qo'yish. Lekin birisi bir kiyimni, bir raxtni shunda pokkada oldi tashlab qo'ysa, u qarash tarafmo bir parcha narsani nim bo'lsin, ya bir taqa ashib bo'lamdi, ya bir xalta ashib bo'lamdi, ya qo'm bo'lamdi, pokka tashlab qo'ysa, so'di bitdi degan. Mulamasa degan shunda tutib qo'yadi. Lekin ichini tekshirib, uni ko'rib boqmaylar. Mesela bir tağada bir narsa bo'lsa, sirtdan shunda tutib qo'yib, ya qo'lmida tiqib qo'yib, manchib bo'ldi bilan elish mesela. Bu ham ikki tarafdan bo'lib qolsa, bu bir taqa qo'lni tiqib qo'yib, ha deydi, yana birisi bir taqa qo'lni tiqib qo'yib, mana aniga so'zlashamdi deydi. Bu jahiliyatning arablari shunda ko'ngli qarab olgan ekan, bunda qalaymigan geçimachanishini qildi. Va ammal libsatani, yani ikki xil kiyinish usuli qaysi desak, fashtimalus samma. İhtimal samma ikki xil izohlanadi. Birisi badanning yerimini qanday yo'g'ilish. Yerimini yo'g'ilgandan keyin yerimidan avrat eski bulg'ash var. İmam Malik ve İmam Muhammed'la aşında düşüngen. Lugha şunası ulamalar samma diye. Hiç qanday yo'chiq yo'q. Quram taşını al-hajar samma deymiz. Sil quram taş. Şunga o'xshash birisi shu rahni yo'g'ib, qo'lni billi yo'g'itib, unda qilsa, hech qanday yo'chiq qolmaydi. Yo'chiq qolmagandan masalan, ya ijlanni miskil chaqaydab qolsa, ijlanni o'tirmay qoladi. Ya qachay desa, qachamay tutishadi. Bu bir xil ahmoqlik bo'lg'achqa, buni islom to'sgan. Wal ihtiba'u fi thawbin wahid. Bir parcha rahga o'rinib yo'gangandan keyin ikki tizni unda tiklab o'tirash. Sen tiklab o'tgandan keyin tigidan avrat esib qolgan. Avrat ko'rinib qolgan. Jalsatul habwa deydi. Mesela xususilar qanchaqda chaza qurib o'tiraverib ketganlar ikki tizni quchoqlab o'tirdi-ku. Ashuni jalsatul habwa deydi. Endi ahram yo'gan masalan, ya yo'qida bir narsa kelib, ikki tizni shunda tiklab o'tsa, atiga Alloh qilgan. Bu hammasi ashunda islomiyatning kimda shu insonni izzetligeligi ve qalaymuqan, ashuni nadon ko'ngli qariliq ishlarni mana tashlab madaniy bir inson bo'lishga, solih banda bo'lishga tayyorlig'ida bor. Mana vahidin kashifan an farjihi avto chiqaldingiz. Va amma as-salatani, ikki namoz qaysi cheklangan namoz, fas-salatu ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams was-salatu ba'da as-subhi hatta tatlu' ash-shams. Va amma as-siyamani fa-siyam yawm al-adha wa yawm al-fitr. قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أخبرنا مالك أخبرني مخبر أن ابن عمر رضي الله عنه قال وهو يوصي رجلا لا تعترض فيما لا يعنيك. سنة مناسبة سبب الإشراف قاسة اعتراض بالجمع واعتزل عدوك düşmanından nerede? Ardışa fakat sürükleş payda kılmalıdır. Vahdar halileke illal emin. Yakın dostlarından şeylik bolsa, meyli bulmasa ammasından dikkat ediyor. Ezer ediyor. Ve la emine illa men haşiyallah. Emin diyen anda işençlik, sır saklaydıgan, ziyan olmaydıgan kişiydi. Yani bunların içinden mi emin boğan kişi olsun mu? Yani şunun içinden Allah Teala'dan korkuduğalları olsa, yani bunu ezer edilsen buldu.
Lekin Allohdan qo'rqmaydigan emin kishi bo'lib qolsin, unda azar aytlar. Wala tashab fajiran kay tata'allama min fujuri. Uning buzuqchiligini o'rganish uchun bir buzuq kishi bilan hamroh bo'lmagan. Tomosha o'tib qo'ysin, u bu deganda. Wala tufshi ilayhi sirrak. Uningga maxfiyatingni hech qo'ymagan. Wastashir fi amrika alladhina yakhshawna Alloh azza wa jalla. İşlerinde Allah Teala'dan korkulgan, yaxshi maslahat beradigan donolarning maslahatini ağayan. أخبرنا مالك أخبرنا أبو زبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله. Sol kolda bir narsa yeyishdan to'sqan. Shaytonga o'xshab qolmaslik uchun yoki sol qo'lni biz tahoratga ishlatib turib, pokizlik tarafdan. Aw yamshiya fi na'lin wahida yoki bir putida minish, bir putini ko'tarib turib, bir putida minishdan to'sqan. Bu mu belki yajiqab tushmaslik uchun deymiz yoki shaytonga o'xshab qolmasin. Chunki shayton bir putida mang'do degandek bo'ladi. Bir putga yaqin. Yo'q, shu bir putini yo'q tetkizib, agar kaysin kaymisin, bir putini saklab mang'do. Çünkü şeytan sol qo'l bilan yeydi. Mana bir putini saklab mang ekan. Bu shaytonga o'xshab qolmaslik uchun degan bo'lishi mumkin yoki ziyon tortmaslik uchun. Va nechtamina samma yuqoridek o'rnolmaslar. Aw yahtabiya fi thawbin wahidin kashfan an farjihi. Yakashunda bir kiyimga o'rnib bilan putni karib o'tirish. Qal Muhammad rahimahulloh yukrahu lirrajuli an ya'kula bi shimalihi. Haram. Sol qo'lda yeyish haram. Va an yashtamina samma tuluq o'rnilish haram. Endi ijtimoiy sammani İmam Malik va İmam Muhammad boshqa tushungan dedi. Hozir İmam Muhammad o'zining va ustozininki mushu hadisdagi mushu iboraning tushunishini, izohatini bermoqchi. En yashtamila va alayhi tawbun. Bir kiyimga o'rnilish. Faystamilu bihi shunga o'rni olsa fatakshifa awratuhu min an-nahiyati allati turfa'u min tawbi. Bir kiyimga o'rnib olsa, bir ishni qilish uchun masalan, yo namoz o'qish uchun, yoki bir tartilish uchun, yo uloqqa minish uchun bir putini masalan ko'tardi, yo peshtoqqa chiqmoqchi bo'ldi, yo tongdan otilmoqchi bo'ldi, yo bir inglashmoqchi bo'lsa, avratda ishib qolgan holatda yugurish deydi. Va kadalika al-ihtiba'u fi ath-thawb al-wahid. Bab az-zuhd va at-tawadu'. Zuhdni qilla degan ma'nodadir. Mutola'ada. Nima? Yani bunun ma'nosi dunyoni cho'ng bilmay, oxiratda Allohning huzuriga narsani cho'ng bilishsin. Yoki dunyoni jiq to'plamaslar. Va tavadu kamtarlik, kichik fe'llar. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قباء مسجد بعضدا uloqliq, بعضدا piyoda minib keladi. Yani uloq minadigan turuqliq piyoda minib boradi. Nima uchun? Shu orliq jiroq bo'lsa-mu, uloqqa minadigan turuqliq minib boradi. Bu kamtarligidan deydi. Sebepten de Mescid-i Quba أول مسجد أسس على التقوى. أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه هذه الأحاديث الأربعة. حضرت أنس إسحاق مش تحدثنا سوزب باقين، تحدثنا جملة برهدس تكتب سوزب باقين بالرواية. قال أنس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث. Müminlerin emiri xalifa bo'lgan turaqliq shu chaqda, xalifa bo'lgan chaqda mo'risiga 3 yerdan yamoq silib olganda, labbada ba'daha fawqa ba'd. Bu yamoqlar bir-birining ustiga yamilib ketgan. Xuddi biz chaplashib, qilim bo'lib, masalan, kigizdek bo'lgan narsani libad dedik-ku. Shunda ustiga silinib ketgan yamoq dedi. وقال أنس رضي الله عنه وقد رأيت عمر يطرح له ساع تمر. Hazreti Ömer'nin aldığı bir saat temir, bir saat xoma keltirilse, iman kılınıp tamaqını yeyish uchun feyakuluhu hatta yakula hashafahu. Aş xomini yediken, lekin masalan onun nacharlarini, masalan go'shi yo'q, shunda bir qog'ozda qatib qolganlari bor, qurib qolganlari. Masalan gulining shundalari bor. Ta'mi yo'q, hech qanday go'shimi yo'q, xomil olsa, buni ilg'ab etmay, shuni bilqatib ketdi. Hayatdan biz üzüm yesek, möyti yesek, tadashib chiqqan, qizargan sarig'ini qog'ini qo'yib qo'yamiz-ku.
Hazreti Ömer kamtarligidan nachar qavmini shuni bilib qatib aytdi. Hashaf degan qavmining nachari. Kana qulubat tayri ratban va yabisan lada vakriha al-unnab wal-hashaf al-bali. Wa qala Anas radhiyallahu anhu 3-hadisda Nazir Anas shunday dedi. وسمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا. Hazreti Ömer'den bir güne bir bakıp girgendim şu çağda Hazreti Ömer'in bu sözünü aldım. فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. Bağının içinde ikimizin arasında bir tam var. Bağının içindeki bir tam buluşu mümkün. Yani o bir bağda bu bir bağda olsa o tırki tam tosap tuğan halatda Hazreti Ömer özü-özüge gep kılıp atkan halatda aldım. Ömer ibn Khattab Emirul Müminin Bakın Ömer ibn Khattab Emirul Müminin bulup ketdi hazır. Bek çoğulup ketdi. Pah. Bakın degen pah. Vallahi yabnal Khattab. Allah ulan qasam ki ey Khattabning o'g'li la tattaqiyanna Allah azza wa jalla aw la yu'addibannak. Ya çokum Allah Taoladan qo'rqib taqvodorlik bilan ko'rolmay shunda o'tsa, men xalif bo'ldim deb ko'rolmay taqvodorlik bilan o'tsa yoki Allah Taolo seni jazolatdi, adabini beradi. Shuni sen xalif bo'ldim deb ko'rolmay ketma. O'ziga shunda da'vat qildi. قال أنس رضي الله عنه وسمعت عمر بن الخطاب وسلم عليه رجلا. Yani bir hadiste Hazreti Ömer birisi salam bergen çağda Hazreti Ömer'in onun salam bergenlikini aldım. Faradda aleyhisselam tümme salam Ömer racula. Ondan Ömer şu kişiden ehval sordu. Keyfe ente? Kandarak ahvallara teclik mu? Kale raculu ahmedullaha ileyk. Ma Allah Teala'ga hamd eytime ve bu hamdimni, hamd eytilganligimni sana yetkizib qo'yma, uqtirib qo'yma demoqchi. Faqal Umar, "Hadihi aradtu mink." Men mushunda bir gapni anglashni xohlab shunga avval so'g'andim. Ya'ni Alloh taolaning hamdu sanasini o'z ichiga olgan munda bir shukr, hamda eshitishni anglaydi deb shunga kayfa anta deb so'g'andim. أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قالت عائشة رضي الله عنها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث إلينا أحضائنا من الأكارع والرؤوس. Hazreti Ömer xalifa vaqtida biz ummahatul mu'mininga tegishlik kalla paqalchaq nasibalarimizni evatib turibdi. أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يقول سمعت أسلم مولى عمر بن الخطاب يقول خرجت مع عمر بن الخطاب وهو يريد الشام حتى إذا دنا من الشام أناف عمر. Hazreti Ömer Şam'a yakın bağın çağda tügüsünü çöktürüp ve zahaba lihajeti hacet kılmakçı olup gitipti. قال أسلم فطرحت فروتي بين شقي رحلي. Onun şu tohtağın çağda onun sıvap etkenlikten yavaş sebepten özümünki cüvüsünü özümün ulug'umning igirning ikki tarafiga da sap qo'ydim. Yumshoq o'tiradigan-do ya issiqlab ketganlikdan sap qo'ygandim. Falamma faraga Umar amida ila ba'iri. Hazrat Umar azizdan ravaq bo'lgandan keyin mening tuganning qishigilab farakibahu alal farwa. Sap qo'ygan jomning ustiga mindi. Wa rakiba aslam ba'irahu. Wa aslammu yani onun azatkar xizmatchisi Hazreti Ömer'nin tügüsünü minibdi. Tügü almıştı. Faharaca yesiran hatta laqiyahuma ahlul ard. Bular minib taki ularning oldiga chiqqan Şamliklar uchrashgan qadar minib edi. Yatalaqqawna Umar. Hazreti Ömer yani xalifaning oldiga chiqqan ekan ular. Qala aslam falamma danaw minna ashartu lahum ila Umar. Bizga yaqinlashgan chaqda shu oldiga chiqqan Şamliklar men Hazreti Ömerga da ishorat qo'ydim. Belki bunda xalifa ma'lum emas. Yani men xalifaning tugisi mingan bo'lsam, meni xalifa bo'lib qolmasinda. Faja'alu yatahaddathuna baynahum. So'ngan o'zaro gudonlashib ketdilar. Voy bu qanday gap? Bu xalifa oddiy tugini meni olibdi, madam boshqa esilrak tugini olibdi degandek balkim. Faqala Umar tatmahu absaruhum ila marakiba man la khalaqa lahum. Bu xalqning ko'zlari ahirettin nesibisi yok kişilerinki ularlarga tikiladi. Yani bular dünya ehli bo'lgan padişahının aşında at ularları yasangan isim bunda bir nimalar bo'lsa shuni cho'ng biladi bular.
yuridu marakibul ajam. Yani marakiba man la khalaqa lahum degandan ajamning uloqlarini demoqchi. Yani bu aşk xizmatchisining kizlashgan, vujudini sab qo'ygan cho'giga minib yuribdi. Bu tarafdan şu Hazreti Ömer'nin o'zidan kamtarlik chiqdi. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يأكل خبزا مفتوتا بسمنة. Hazreti Ömer siriq may bilan billa qo'shtalgan nonlarni yeyotgan. Qo'shtalgan nonni siriq mayga milab yeyotgan. Fada'a rajulan min ahli al-badiya. Yolg'iz tamoq yemaydi. Saradan kelgan bir kishini chaqirib, uning bilan billa tamoq taklif. Faja'ala yaqulu va yattabi'u bil luqmati wa dara as-suhfa. Buna badavi tamoq yeb o'tirib, nonning parchisini talangidagi siriq mayning juqoyalariga shunda sirib, bunda izlab sukib yegil turibdi. Ba'zi bir bunda girvaklarga juqib qolgan yerlardan shunda sirib yegil turgan ekan. Faqala Umar ka'annaka mughfir. Sen bak qag'jarib ketgandek tursa, sen bak namrat bo'lib ketibsa, shunda mo deganki qala vallahi ma ra'aytu samnan wa la ra'aytu akilan bihi mundu kada va kada. Allohdan qasamki men manchalik vaqt bo'ldi siriq maymo yeb boqmadim. Siriq mayni yeganimni ko'rib boqmadim. Faqal Umar la akulu as-samna hatta yuhya an-nasu min awwal ma uhyaw. Men kishilar shu burunqidek qaravolliq oldi qaytmoqcha siriq may yemayman debdi. Babul hubbi fillah. Allah uchun yaxshi ko'rish. أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قيامة قشان بصابة أشو في الخويسرة اليماني أشو مسكة كيلبلان سيبوغان سابشو الأعرابي الذي بال في المسجد دباوة قيامة قشان دفوغان شغدا قال وما أعددت لها Kıyamet manda çağda o yakınlaştı bu demeysen nemi tayyorlik qilding, nimani tayyorlading ash qiyomatga? Men muhim bo'lgan ish qillar demiş. Qala la shay'a vallahi. Bu sahabe debdi, tuzuk bir narsa tayyorlayolmadim. Inni la qalilus siyami was salah. Men nafl roza, o nafl taat ibadetlerim, namazlarım bek az kişiydi. Ve inni la uhibbullaha ve rasulahu. Lekin men agar beraber hayalımın bağ dep qalsaq, Allah ve Rasuluna yaxshi ko'raman debdi. Qala innaka ma'a man ahbabta. Rasulullah ondan sen Allah ve Rasuluna yaxshi ko'rsan, sen qiyomat kuni yaxshi ko'rgan kishilar bilan birga bo'lsa, ya'ni seninki Allah uchun yaxshi ko'rganlikin seni shu zotlar bilan birga jamlaydi. Ve men yuti'illaha ve rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Yani bir hadiste el-mar'u ma'a man ahabba. Elbette bu hadislerde imanninki en mustahkem bo'lgan nuqtasi el-muvala fillahi vel muada fillahi. Allah yo'lida do'st tutish, Allah yo'lida dushman bo'lish. Yana el-hubbu fillah vel-bughdu fillah. Allah uchun yaxshi ko'rash, Allah uchun yomon ko'rash deb hadislarda kelgan. El-hubbu fillah degan el-hubbu li ajli va bi sababihi degan. Boshqa dunyo yoki bir yaxshilik qilganlik uchun yaxshi ko'rganlik emas. Allah uchun yaxshi ko'rash. Yani bir hadisda salatun min kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Yani bir hadisda 7 kishini Alloh taolo qiyomat kunida hech qanday soy bo'lmagan shu kunda o'zining soyasi bilan soyidi. Rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi. Albatta bir rajulan bo'lishi shart emas. Rajulanning birisi rajul, birisi imro bo'lishi mumkin. Yoki har ikkisi ayol bo'lishi mumkin. Allah uchun yaxshi ko'rgan. Lekin bu ham hozir shu bizning kundalik turmushimizda iymonning taqozosi bo'ladi. Biz tashqi ba'zi bir kiyim-kechak yoki zahiriy amallarga ko'ngil bilan, masalan, rafiyatni talashtirib,
sebep işaretini talıştık, onundan başka şundan müstehab yoki xilofiy masalani talashib ketamiz. Lekin imanning taqozosi bo'lgan, iman bizdan talab qilayotgan maydon masalasida uning uchun ahamiyat bildirib ketmay tashlab qo'yamiz. Aslida bu asl bir muhim. Maydon bo'lish lozim. Islomning shu yaramliq o'g'illarni biz yaxshi ko'rishimiz lozim. O'lim ma'lumlamdi, islom uchun xizmat qilayotgan buni yaxshi ko'rish lozim. İslam'a düşmanlık qilgan, Rasulullah'a düşmanlık qilgan, Qur'onga düşmanlık qilgan, musulmonlarga ziyon urgan har qanday odam bo'lsa, buningga ko'nglimizda nafrat, o'chmanlik bo'lishi lozim. Va shuning qartan ma'lum darajada tashlatish bo'lishi lozim. Mana islom uchun zankashlik qilgan, munofiqlik qilgan, musulmonlarga ziyon urgan bo'lgandan keyin odat salom qilmay, berish-kirish qilmay, iymondorchilik qilmay o'tib kelsak, bu muhim nuqta, lekin biz shunda ba'zi bir parçam bir narsadan mashg'ul bo'lib, manda nimani tashlab qo'ygan. Masalan, o'zimizdan yagona say ilgari chiqadi, munosabat bilan bunani qiladigan sababdan tashlasa bo'ldi. Masalan, birisi aroq ichgan bo'lsa, buni nasihat qildik. Og'in emas. Yoki zina qilgan bo'lsa, nasihat qildik. Rishkatini qildik, tuzib qoladi. Tuzalmadimi? Siz bu ishni qilgan ekan bo'ldi, biz adajda bo'lib ketaylik. Biz aralashmaylik deb tashlatsa, shu sabab bo'lsa tashlatishga bo'ladi. Lekin boshqa bir tarafdan uni achchiq qilib, ananda bana qilgandek bunda tashlab emas, shu sabab bo'lsa bo'ldi. Şu an ulamolar, mesela İmam Suyuti'deki ulamolar Az-Zajru bil-Hajr deb kitap yazgan. Risalanın ismi Az-Zajru bil-Hajr. Tashlatish orqali tarbiyalaydigan gap. Yoki boshqalarga shunda qilishdan ayiradigan gap. Boshqani to'slagan gap. Babu fadl ma'ruf va sadaqa. Al-ma'ruf degan yaxshilar. Yoki shunda shariat buyurgan yaxshi amal ibodatlar. Va sadaqa buning fazilati katta. أخبرنا بزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان حقيقي وبكلم بچارغان مسكين bu kishilardan tilab yuradigan, unda nannobi pichqini bersa yoki bijmo'chan bersa, elplam ketadigan bunday miskin emas. Bu miskin, bu bechora. Lekin buningdan ig'roq bo'lgan, yordam qilish texmo zo'r bo'lgan miskin bo'lsa, bu boshqa. Qalu famal miskin ya Rasululloh. Miskin degan nima bu? Miskin degan kim nimada? Famal miskin. Miskin degan nimadan iborat emas? Qala alladhi ma 'indahu ma yughnihi. Uning qo'lida o'zining ehtiyojini qilmaydigan narsa yo'q. Wala yuftanu lahu fayutasaddaq alayhi. Uni kim muhtojga sadaqa beray desa, kim uni qilmaydigan. Muhtojligini bilmay qolgan. Wala yaqumu fayasalan nas. Umu men muhtojdim deb qo'yib chiqayotgan xalqdan narsalar jumaydigan. Yani bu qattiq iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishi, lekin boshqalarning buni qiynalib qolganligini uqmaydi. Bu kishi hamda men qiynalib qolgan ekan, tilasam joiz mana deb chiqib tilmaydigan. Bu shu kishi sadaqa qilishga aniqlik va miskinlikda anidan bakrak ishora demek. Nolken bununla sadaqa verse ecri takımı kattı buldu demek. Kâle Muhammed rahimahullah hâzâ ahakku bil atiyye. Anı basma meyle, o sadaqa. Lekin eğer manda bir adamını hukuk kalsa, bu şunun bagını bekrek aldın urunturdu. Ve eyyuma a'taytahu zekateke ecza'eke dâlik. Karnınga zekatını versen, sadaqanı versen, sadaqa hesap buludu. Lekin manında savabı durar. Ve hu qala Ebi Hanifete والعامة من فقهائنا رحمهم الله. فقزتك أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن معاذ بن عمر بن سعيد بن معاذ. أشنا أسلم عن عمرو بن سعيد معاذ ابن ديان. معاذ ابن ديان. إيش كسرنا نجيتهم. معاذ ابن نيرسان عن عمرو بن سعيد بن معاذ. عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن جاراتها ولو بكراء شاة محرق. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين لو بزلف محرق. ثم الحارثي Harisi ثم الحارسي. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuna degan.
müminalar sizlar qo'shnilarga yoki do'stinglarga birisiga kuyib ketgan bir pochaq qo'yning pochaqi bo'lsa-mu, yaxshilik qilishda yoki yaxshilikni qabul qilishda to'yin ko'rmanglar. Bu har ikki tarafga qilingan nahiy bo'lishi mumkin. Sadaqa bermoqchi bo'lgan ayolga siz sadaqa bermoqchi bo'lsangiz, oz narsani bunda bersan bo'lmaydi, asat turdi ya bu kichik narsa ekan deb uni bermay to'xtab qolmay, shuni bo'lsin beraman. Balki olgan kishining bir pochaqqa ehtiyoj bo'lishi mumkin. Och qursoq bo'lsa, shunda hayotini saqlab qoladi. Yoki birisi sizga mushunda darajada tuan bir narsa bo'lsin bersa, siz tuan ko'rmay elang degan har ikki tarafga bo'lgan nahiy bo'lishi mumkin. Jara degan arabchada buning ma'nosini ko'p. Jara degan qo'shnisi bo'lishi mumkin yoki kundishi degan bo'lishi mumkin. Ikkinchi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruddul miskina walau bi dhilfin muharraqin. Miskin kelib qolsa, bir narsa tilab qolsa, kuyib ketgan bir tuyoq, ya'ni qo'yning bir tuyuqi, chaqliq bir narsa bo'lsa-mu, bir narsa berib qaytaringlar. Balki och qolgan kishi bo'lsa, shu narsani yeb hayotini saqlab qolish mumkin. Ba'zida ittaqulloh walau bi shiqqi tamrin, bir qo'mining yerimi bo'lsa-mu. Nima uchun desa, bunday yaxshiliklar birinchidan shu yordamni olgan kishilarningki biz bilmaymiz endi. Masalan, 2 kun, 3 kundan oyog'i bir narsa yegan bo'lishi mumkin. Ya ballarida yegan bo'lishi mumkin. Masalan, Suriyada ular qolgan ishlarni ishga fatvo berdi masalan. Shunda sharoitda buning uchun hayotini saqlab qolgan bir nim bo'lishi mumkin. Yani bu ayna bergan taqdirda masalan sadaqadan 1 numara oldik desak 1 savob. Az savob bo'lsin 1 numara. Lekin unda ba'zilikqa bunday pul to'lamoqchi bo'lsak, odatda bizning ish qilsa gap qilmaydi. Lekin jimo'chan ya ishga mo'chan kam qolsa bizning pulni olmay turadi-ku. Ba'zi idoralarda. Shunga o'xshash hamda bizning shu 1 savob kam qilib jannatga kirish kemib qilgan hadislarda bor-ku, 1 savob bilan jannatga kirgan odamlar bor. Masalan, birisining 99 savob qilib, birisining 1 savob ya 1 necha savob bo'lgan bo'lsa, bu 99 mo kirmaydi, 1 savob odamni kirmaydi. Kirmaydigan undan 1 savob odam qo'yib, men hamma kirmaydi ekanman. Meninkini sen ilib 100 qilib sen kirib kel. Birovdir. Birovkin o kirib ketdi. Kirib ketganda Alloh taolo mushunda bir paytda bu yerda mendan boshqa sixi yo'q. Mishada men eng sixi zot men. Meni oldim o'tib sixli qiladi yo'q. Senmi kirib ketib bir soat qadamni chizdi. Hozir unda ko'zgilmay masalan. Ozda qarab bundan desa masalan bir ishni sug'og'anlik sababidan o masala bo'lib ketdi-ku. Bir ayol bir müşkün so'rab qo'yganlikdan chetaq chiqdi. Buningda shunda sal qaramaslik lozim. Akhbarana Malikun akhbarana Summiyu an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala baynama rajulun yamshi bi tariqin fashtadda alayhi 'atshu fawajada bi'ran fanazala fihi fasharaba ثم خرج فإذا كلب فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الأسر من العطش. Sara degan tuproq. Yani namlangan tuproqni demak. Shu quduq atrofidagi nam tuproqni demak. فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ فيه فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك الخف بفيه حتى رقي فساق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. يا رسول الله وإن لنا في بهائم أجرا. قال في كل ذات كبد رتبة أجر. Sara degan nam topa. Et suvligidan suv topolmay axir nam topni yigildi. Balki nam topdiki namlik suv badanimga kirsa sal fayz bo'lan hayotini saqlab qo'yganmi ketadi. Lekin buni ish og'rib atoydan yani chiq bir japon tatib cho'riqida suv to'shqizab, men cho'riqini og'zida tishlab aslında jafoda bu ishni so'rib qo'ygan ekan Alloh taolo va buning ishi yarab yaxshi amallar qatoridan qabul qilib shu ishni
bütün günahını mağfiret kılar. Bak nurgun günah kılgan boğuydu. Hemmini mağfiret kılar. Yani cennet kılardı bunu. Onun sahabe kiramlar söyledi. Ve inna lana fil behaim ecra. Bunu şu çarpaylarga, hayvanatlarga yaxşılık kıysak mı? Bizi savap bulamdı. Kale fi kulli dati kebedin ratbetin ecr. Canlılıklan buldukken hayvanatlar olsun mu? Onda yaxşılık kıysa ecr var. Ratbe degen şu hayatının nemliken demekçi. Dati kebedin degen canlılık. Hayvan, yani bir hayatlık. Yani bir hadiste, onda bir adam bir daraxtı köçet tikip kalsa, onun meyvesini ya kelimesini şu daraxtın insan bolsun, ya kuşlar bolsun, bir narsa yap kalsa, onun ecr olur. Babu haqqul jar. باب الحق الجاري أخبرنا مالك بن أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم رضي الله عنهم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عليها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ليورثنه Qo'shnining haq hurmati intayin shukri bo'lg'achqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda degan. Jibril alayhissalom men qo'shniga yaxshilik qilish, mehr shafqat qilishni topilaverdi. Topilavergandan keyin men mush qo'shnini merosxo'r qatorida hukmchilarga o'xshaydi, merosxo'r qiladigan o'xshaydi. Ya'ni qo'shnisidan meros oladigan bo'lib ketadigan o'xshaydi deb o'ylagan edim. Amaliyotda unda bo'lmadi lekin shuna merosxo'r bo'lgudek darajada yoki merosxo'r bo'lib qolamdiki deb o'ylab qoladigan darajada bek topilgan. Shunga qo'shniga yaxshilik qilish islom bek ta'kidlagan. باب الكتاب الإنجلي أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته أو حديث أمراء أو نحوه فاكتبه لي فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى لكتابة العلم بأسا ما هو قول أبي حنيفة رحمه الله. İlimni yezib ve köçürüp kaldırış. Ömer ibn Abdülaziz aş halife, Ebu Bekir ibn Amr ibn Hazm ashabının ki nevreske şunda mektup yazgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerden, sünnetlerden, Hazreti Ömer'nin sözlerden, şirketlerden, şunga o'xshash boshqa xalifalarning ko'rsatmalari, yo'l yo'riqlari, tutgan yo'llari bo'lsa, hammani tekshirib, izlab, tepib, yezib, menga bergan. Fa inni chunki men xiftu durusal ilmi, ilmninki yo'qolib ketishidan ansirdim. Ulamolarning dunyodan ketib qolishidan, ilmning yo'qolib ketishidan ansirdim. Durus degan o'chib ketganlik, yo'qolib ketganlik. قال محمد رحمه الله وبهذا نقول لا نرى بكتابة العلم بأسا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Yani şu ilimni yazıp kaldıysa buludu deyimiz. Yani bu ilimni yazıp kaldırmaslık hakkında dastlabda Kur'an tushishga boshlagan chog'larda Rasululloh hadis va boshqa ko'rsatmalar Qur'on bilan aralashib ketib qolib, Qur'on ayrimida saqlanmay aralashma bo'lib ketib qolmasin deb ansirab, Qur'onni o'zinglar hadislarni boshqa so'zni yozmanglar degan. Lekin shu chog'dimi ba'zi sahobalarga ruxsat qilgan. Masalan, Amr ibn al-As radhiyallohu anhu o'g'li Abdullah yazibdi. Hazrat Abu Hurayra men jiqadis anlab jiqadis rivoyat qilgan. Abdullah ibn Amr ibn al-As shuni rivoyat qilgan, lekin ikkimizning farqi men yozmaydim, av yozibdi degan. Yana Hajjatul Vadoda uktubu li Abi Shah, Abi Shah degan kishiga mana yozib beringlar degan. Bu shu Abu Bakr ibn Amr ibn Hazmning mushu Hazm, Amr ibn Hazm mushu bu'si sabitdi. Shuningmi fi sunan va diyat va sadaqa, zakat va jinoiy ishlar to'lamlari shu nurg'un belgilari bor bir maktub yozib bergan. Navbatdagi keyinchalik Qur'on yodlanib, boshqa narsaga aralashib qolmaydigan shaklda dillarda o'rnab qo'ygandan keyin hadisni yazganlarda ruxsat qilgan. Yani hadisni yozib qoldiysa mayli, lekin yozib qoldirish lozim hozir. Burun chog'larda bizning asli tutish qobiliyatimiz yaxshi edi,
diqqatini chizgan narsa to'xtalib rezib qoldimisaq uni tukizgan. Burun al-ilmu fil-ra's la fil-kurras deydi. Hozirda al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhuma enday. Babul khidab. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان يجلسا لنا وكان أبيض اللحية والرأس وغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة رضي الله عنها رسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ. قال محمد لا نرى بالفضال والوسامة والحناء والصفرة بأسا وإن تركها أيضا أبيض فلا بأس بذلك كل ذلك حسن. الخضاب degan chasaqalni bo'yash. Abdurrahman ibn Asvad ibn Abd Yaghuth kana jalisan lana. Ana Abu Salama shunda dedi. Biz bilan birga o'tirib qolgan kishi edi. Va kana abyad al-lahyati var-ra's. Faqada alayhim zata yawmin wa qad hammaraha. Bir kuni bu shu o'tirgan og'inlarining qishiga, yoki savoqdoshlarining qishiga chasaqni qizg'och bo'yolgan shekilda, qapqizlanmasin hammara degan. Qizg'och bo'yolgan holatda chiqdi. Deganda. Faqala al-qawm hada ahsana ma yarishibdi. Ashirayli qilibdi mana dedi. Faqala inna ummiya Aishata arsalat ilayya al-barih. Mening anam ummatul mu'minin bo'lg'achqa mu'minlarning onasi bo'lishi mumkin yoki yaqin tuqqan bo'lishi mumkin. Anam Aisha menga akşam Nuhayla degan dedikini evatib, "Zat chechani bo'ymasam bo'lmaydi" deb qasam bilan evatibdi. Va axborotni anna Abu Bakr kana yasbaq. Atam Abu Bakr mu bo'yaydi. Shonsam bo'yaysa deb bo'yashdan bir xil sunnat yoki anda mustahab ishlikni ba'lab turib, dedikini evatib, men chechimni bo'yitib qo'ygan. Bu bo'yashni sunnat degan ulamolar bor. Shu hadis olimlardan ba'zilarning sunnatni chang tutadi demoqchi bo'lsa, kana yaxdib taqib, yani bo'yitdi, kana yasbag'da. قال محمد لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسا. Yani biz çaşne, osmo'lan, xenevlan, yoki endi sufra, masalan, zajiva, kurkum degandek narsalar bo'ysa bo'ladi deb qaraymiz. Va in tarakahu aydan abyada fala ba's. Appak tashlab qo'ysimi, hech gap yo'q. Fala ba's bidalik. Kullu zalika hasanun. Hammasi bo'ladi. Qora bo'yab qo'ysimi bo'ladi. İmam Muhammed bir qora bo'yasa bo'lmaydi deyishi mumkin. Shuni bu yerda qarining gapini qilmadi. Lekin vasama degan bu bir xil ko'kish. Yani bu bizning garimizga o'sma dal bo'lishi mumkin yoki unga yaqin bir narsa bo'lishi mumkin. Jigarangdak, to'mirangdak bunda qaramtul rang chiqadigan o'simlik ekan. To'sqayismi bormi? Tekshirib kelsak yo'q. Chechini qora bo'yab oldi Alloh. Qiyomatdan havasil tayirmo bir narsa deb nimba. O aciz hadis. Ondan Sahih Müslim'de Abu Bakr radıyallahu anh'ın hadisi hakkında gayru hada şey ve cennibuhu sevad degan hadis var. Sahih Müslim'de var. Cennibuhu sevad degan şu cümle mudraj. Sahih kelmagan. Lekin buni tekshirib ko'rsak, qora bo'yashga cheklangan nima yo'q. Hani bu yerda muhim diqqat qilgan narsa nima desa, sahabe-ikramlarning ish izlari qarasak, sahabe-ikramning ichida qora bo'yganlar ekan, bo'ymaganlar bor. Bunda nimani ko'ra olamiz? Qora bo'ysa çeklenmediğinlikle malumdur. Wallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Do'stlik xatni o'chib ketib qolsa yana yozib avurmaydi deyman. Shu kitobning eng oxiridagi mishaga yozaman.